Taksi, пожалуйста, taksi. Ra'nani brat Wi-Fi tarqatuvdi, Dilshodga telefon qildingizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, umuman tushib bo'lmayapti Dilshodga. Nima qilamiz? Qayerga borishni ham bilmayapman. Anavi aytgan joyi bor-ku, razmetelo dedimi? Razmetelo dedi. Hozir boraylik, shag'a birdan surpriz bo'ladi. Nima Taksi. dedi? Assalomu alaykum. O'zbekmisiz aka? Salom. Ha, o'zbek. Hamma joy o'zimiz o'zbeklar. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi kevallaring. Rahmat. Razmeteloga borishimiz kerak edi aka. Bo'ldi, tashab qo'yamiz. Qo'yasizmi? Necha pul bo'ladi aka? O'zimizniki ekansizlar, 5000 beraverasizlar. So'mgami? Yo'q, rubl Rossiyaga, bu Rossiya vakillari. Qimmat aytyapsiz aka. So'nggi o'zimizda gaplashamiz. Kelishtirib eding aka. Biz oshnamizga surpriz qilamiz deb keluvdi aka. Endi 5000 borilyapti-da, bolalar. Nima qilamiz? Ketamiz. Biza bor pulimiz mana shuda 3500 mana. Shu bilan yetib qo'ying, bo'lmasa rozi bo'lib aka. Hozir qani? 1 2 4 5 6 7 Bor pullaring shu xolosmi? Ha, shuda aka. Boshqa yo'qmi? Yo'q aka. Ha, mayli. Zimlaga ekansizlar mana. O'n cho'ntagingizga solib qo'ying, tashab qo'yamiz. Mayli aka, Alloh rozi bo'lsin. Hop, yuringlar, mayli bolalar. Ta. Добрый вечер, братишка. Добрый вечер. Да. Тут мне два пассажира. Всеволожский район, Разметелево поселок, знаешь, да? Да. Вот тебе 500. Ага. Довези их, пожалуйста. Хорошо. Все, давай. Удачи. Qani kelinglarchi bolalar? Chiqinglar. O, Rossiya chiroyligini qarang. Rossiya deganchalik bor ekan-a. Qayerlarga kelib qoldik, родной? Dilshod telefon ko'tarmayapti. Telefonni ham ko'tarmayapti. Mana shu adresda yozib bergan edi bizaga. Endi qanday topamiz bilmayman. Mana o'zbek akalarimiz bor, shulardan biri ish pish so'rar bizdan, nima deysiz? O'zbekmisizlar aka? Assalomu alaykum. Ish so'raymiz shulardan, yuring. Mana как раз ish topib beradi. Nima deysiz? O'tib ketishga yuring, ana olib boraylik-chi.